Bu qiladigan videomiz faqat uylanadigan yigitlar uchun va uylangan erkaklar uchun. Bo'ydoqlar ko'p iste'mol qilmanglar, chunki erkaklik gormonini, testosteronni ko'taradi sirazu, keyin jinsiy aloqaga xohishlar ham ko'tariladi. Keyin bo'ydoqlarning boradigan joyi yo'q. Har xil направо налево qizlarning oldiga boradi, infeksiya yuqtirib, keyin anal topshirib yuradi. Mana shuning uchun bo'ydoqlar yemanglar. Sostavida nima bor? Vitamin B bor, gruppa C, E, K vitaminlar bor, minerallar, kalsiy, kaliy, magniy, fosfor, jeleza bor. Keyin sink bor. Sink bu testosteron, erkaklik gormonini ko'taradi sirazu, xohishlar oshadi, vaqti ham cho'ziladi aloqa jinsining. Keyin sahar diabetini ham oldini oladi, anemiya, qon kamayishini ham oldini oladi. Juda ham yurakni qon aynalishini yaxshi qiladi, mozgovое кровообращение, bosh miyaning qon aynalishini ham yaxshi qiladi va prostata bezini ham qon aynalishini yaxshi qiladi. Mana shu uchun mana shu narsani ko'p iste'mol qilinglar. Через день yesa ham bo'ladi. Juda yaxshi narsa avokado. Vitaminlari ko'p, jinsiy aloqa ham yaxshi bo'ladi. Yoshlar qo'llanganlik qilmanglar, sizlar uchun emas bu.